alaykum aziz obunachilar. Kamerani zo'rdan topib qo'ydim. Yoqimtoy panda akalar. Qaranglar, 4 ta ko'zli bo'ladi kameramiz. 4 ta ko'z. Sim karta bilan ishlaydi. Dunyoni istagan joydan turib boshqaraverasizlar akalar, ko'rasizlar, gaplashaverasizlar. Kannay ham bor. Qaranglar, bitta ko'zi 360 ga aylanadi. Keyingilari mana o'ng tomon, chap tomon, orqaga qaratib qo'ysak ham bo'laveradi akalar. Bu tomon degan xuddi shunaqa akalar. 4 ta ko'z, bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta ko'z bo'ladi. Men oldini olib turadi. Mana odam o'tganda harakatiga aylanaveradi akalar. Batareykasini ko'ramiz. Kattagina batareykasi bor. Endi komplektda nima chiqadi desalang, komplektda akalar, hop, kranshtayn o'zini, ha? Keyin mana ikkita quyosh panelli kranshtayn bor akalar. Quyosh panelli kranshtayn akalar. Keyin mana ikkita quyosh paneli nima deyapti akalar bu? Bu degani, buni mana osmonga qaratib qo'ysak, quyosh chiqqanda zaryad olaveradi akalar. To'kio joylariga ham zo'r narsa. Endi men quyosh paneli ishlatmayman. To'kni ishlatishim kerak deydiganlarga telefonda Type-C zaryadchi tushadi akalar. Buni 1.150.000 so'mga baraka qilib yuboramiz. Telefonlaringizni ustonovka qilib beraman. Musofirda bo'lsalaring ham bemalol gaplashaverasizlar. O'g'il to'yda ko'rib, farzandlarni ko'rib, nechida maktab ketyapti, nechida kelyapti, bog'chaga ketyapti, xullas hammasini ko'rib bemalol gaplashsalar ham bo'laveradi. Ishdan chiqib, xotirjam ko'rib o'tiraverasizlar akalar. Xullas 1.150.000 ga baraka qilib yuboramiz. 32 talik original chip. Dastavkasi O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul.